Bilamiz, mana qancha diplom egalari o'zlarining hayot o'rinlarini va ishxonalariga kira olmay yurganliklarini bilamiz. Va yana bilamiz, o'qishni va yozishni bilmaydigan kishilarga Alloh taolo barakotlarini sochib tashlaganligini bilamiz. Sir bu namozda, sir bu Allohning toatida. Alloh taolo hadisi qudusida nima deb? Ya ibadi fastat'imuni ut'imkum. Ey qullarim, mendan taom talab qilinglar, mendan so'ranglar, men sizlarga rizq beraman, men sizlarga o'zim taom beraman deydi. Qarang. Bizlarga vojib bo'ladiki, Alloh taolo buyurganday ibodat qilishlik va Alloh taolo o'zi va'da berganday bizlarga rizqlarini beradi. Agar bizlar yozishni, o'qishni bilmasak ham. Alloh taolo Qur'onda va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun. Jin va inson toifalarini yaratmadim, illo o'zimga ibodat qilishlik uchun yaratdim. Illo o'zimga sajda qilishlik uchun yaratdim deydi. Sirning hammasi mana shunda. Siz Allohning toatiga shoshing. Siz Allohning ibodatiga shoshing. Alloh taolo sizga barakot eshiklarini sochib qo'yadi. Rasululloh alayhisalom sallallohu alayhi vasallam yig'lagan holatda aytibdi. Ya Jibril, ummatlarim mendan keyin namozlarini zoya ketkazadimi? Namozlarini mendan keyin o'qimay qo'yadimi deb so'rayapti. Ummatlarim mendan keyin gunoh, Robbisi qaytargan, Rasuli qaytargan gunoh va munkar ishlarga minib ketadimi deb so'rayapti. Jibrilda. Aslida bu namoz emasmi bizlarning gunohlardan tiyadigan narsa? Innas solata tanha anil fahsha wal munkar. Albatta namoz gunoh va ma'siyatlardan tiyib turadi. Alloh taolo namozni 50 vaqt namozni osmondan buyurdi. 50 vaqt namozni osmondan buyurdi. Rasululloh alayhisalom sallallohu alayhi vasallam ummatlariga yengil bo'lishligi uchun Robbisidan so'rab 5 vaqt namozni so'rab oldi. Va lekin bilingki, mana bu 5 vaqt namozni Alloh subhanahu va taolo savobini 50 vaqt namozning savobi bilan barobar qildi. Subhanalloh. Endi bandalarning holatlariga qarang. Alloh taolo qancha yengilliklarni qilib beryapti bandalariga va savoblarni ko'paytiryapti. Bandalar isyon va gunohlarni qilishlikda davom etyapti. Allohning ibodatiga shoshiling. Allohning ibodatiga shoshiling. Allohning masjidlarini to'ldirishlikka, saflarni to'ldirishlikka shoshiling. قضاك تحمى الصيام